Oyog'im yaxlayapti deb o'zingizni o'zingiz allamang. Ismim Gulshod Qodirova. Men Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanidan keldim. Shu yerga kelgunimcha ikkita больницаga yotib keldim. Chunki kasalligimni hech kim topolmadi. Birinchi Qashqadaryo viloyati tumanlararo больницasiga yotdim. U yerga bir hafta davolandim. Hech effekt bo'lmagandan keyin o'zimizni Saxir больницаga bordim, endokrinologiyaga. Jo'rabek shaxsiy klinikasiga keldim. U yerga 2 kun davolangandan keyin bu yerni tavsiya qildilar. Klinikaga keldik. Yo'q, Boburjon, Ali, Ulug'bek hammalari yaxshi kutib oldilar. Kechasi bilan ular meni yana apparat qilib, ukol berib, menga yaxshi qarashdilar. 3-kuni birinchi operatsiyamni o'tkazib, kechasi yana to'xtamasdan vaqt o'tib ketmasin deb ikkinchi operatsiya o'tildi. 3 kundan keyin 3-operatsiya bo'lib o'tdi. Nasib bo'lsa, vrachlar garantiya beryapti, yurasiz, yurib ketasiz, bu darddan qutulasiz. Men tavsiyam, oyog'ingiz agar yaxlasa, oyog'im yaxlayapti deb o'zingizni o'zingiz allamang. Milliy tibbiyot markaziga tezroq kelib, o'tkazmay vaqtni uchrashinglar. Tezda davosini olinglar. Doktorlar boshimdan ketmadi. Juda zo'r yordam qilishdi. Men bulardan minnatdorman. Rahmat.